Klinikada davolanishda mana shu 5 muhim jihatlarga e'tibor berilishi kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. 5-jihati menimcha eng muhimi. Shifokor tajribasi, sizni diqqat bilan tinglashi va sizdagi muammolarni to'g'ri baholash. Mana shu jihatlarga ko'proq e'tibor berish kerak. Har bir xonalarga hamshiralar biriktirilgan. Hamshiralar ukol va muolajalardan cheklanmagan holatda bemorlarimizni har kunlik holatini nazorat qilishi kerak. Har bir muolaja to'g'ri tashxisga asoslangan bo'lishi kerak va muolajani bajaradigan xodimimiz bemorimizni individual holatini inobatga olishi kerak. Ya'ni ayrim bemorlarimizda qon bosimi baland yuradi, ayrimlarda esa past yuradi. Yana eng muhim jihatlaridan bittasi xonani sharoiti. 7 kundan 10 kungacha bo'lgan vaqt oralig'ida bemorlar davolanish vaqtida xona shinam, qulay va toza holatda bo'lishi kerak. Menimcha har bir klinikani xodimlari xushmuomala bo'lishi kerak. Xushmuomalalik har bitta bemorlarimizni dardiga malham bo'la oladi. Agar sizga va yaqinlaringizga sifatli muolaja kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling.